$700-800 bir buqaga rasxod chiqarib O'zbekistonga cholg'u olib borasizmi? Bu video siz uchun maksimal like bosib tarqatib ko'ringlar oxirigacha. $800 rasxod molda tannarxidan tashqari voydot. Jigarlar. Rossiyadan yo'l yopiq deganlarimiz siz uchun, ikkingiz uchun foydali yo'l yopiq degan ma'noda aytilgan jigarlar. Siz uchun ikkingiz uchun, ya'ni O'zbekistonga olib borib ozgina foyda ko'rishingiz kerakmi? Shuning uchun yopiq deyilgan. Samolyot orqali yo'l bor. Dokument narxi ham avvalgi narxda bo'lmaydi. Ofitsial 21 kun karantin bilan, pullar perevod bilan, MVS narxlari ham sizlar bilan chiqadi. Ot, iminna eshitinglar. Endi desam, dokument narxi ham bir dona buqaga $800 atrofida pul qo'shiladi. Dokument, NDS, logistika. Logistikani o'zina har bir kilogrammiga $1 dan bo'ladi. Rossiyadan samolyot orqali O'zbekistonga. Rossiyadan $1 dan kilogrammi. Agar siz 300 kilogramm живой весga ega buqani O'zbekistonga olib borishingiz uchun $300 logistikani o'zina to'laysiz jigarim. $300 logistikani o'zina. Vot, shuning uchun bizlar arzonroq variantda sizga taqdim qilishimiz uchun, siz ozgina bo'lsa ham foyda ko'rishingiz uchun Rossiyadan O'zbekistonga, Turkmaniston tranzit, Qozog'iston tranzit hozircha vaqtincha, qachongacha ekanini bilmayman, vaqtincha yopiq deganmiz. Jigarim, ozgina foyda ko'rishingiz uchun, sizga foydangiz uchun ya'ni. Uni voy, anu bloger, o dedi, anu bloger, bu dedi, shart emas jigarlar. Vahima shart emas. Biz blogerlarning ishi ozgina sizga foydali ma'lumot berish, tamom. Sizlarga hamisha to'g'ri va aniq ma'lumotlar berishga harakat qilaman. Inshaalloh like bosib, buni Rossiyadan mol olib kelaman degan tanishlarga yuborib qo'ying. Rahmat.